Assalomu alaykum hammaga hurmatli Alius kanali obunachilari, yaqinlari, xudo xolasa bizni do'stlar YouTubedan 12 viloyatdan tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum. Abduvosit aka, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi aka? Xudo xolasa hurmatli obunachilar, hozir gaplashib turibmiz Abduvosit aka bilan. Do'stlar, yog'ochning davri o'tdi. 10 yildan keyin do'stlar, 10-15 yildan keyin har bitta do'stlar yog'ochni уже chirishni boshlaydi. Abduvosit aka bilan do'stlar bugun sizlarga mavzuyimiz temir mahsulotlaridan, konteyner mahsulotlaridan tom, naves do'stlar, kerak bo'lsa zavodlarni ham usulini olib beryapsiz. Abduvosit aka. Assalomu alaykum Alius kanali obunachilari. Aka, biz temir materialdan ishlab chiqarishlar, katta mini stadion, tomlar tom, uylar tomi, kottejlar orasida yopiladigan namunali uylar tomlarini olib beryapmiz. Endi buni afzalligi bizni temirdan qilinishi, mana katta masofaga, mana bu qilgan ishimiz ham eni 20 metrga bo'lgan. To'yxonamiz tomi. Hop, 20 ga 35 joyimiz. Ko'rishingiz mumkin. Yog'ochdan qilib bo'lmaydi bu narsani. Shunday. Bunaqa katta joylarda. Mana mustahkam, tez va ishimiz sifatli qilib beramiz aka. Ishimizga javob beramiz aka. Abduvosit aka, shu yerga javob berib qo'ysangiz, katta zdaniyalar hisobga olsak aka, yog'ochdan arzon tushadimi, tushmaydimi aka shu temir mahsulotlari? Birinchi o'rinda katta zdaniyalarda yog'ochdan yopib bo'lmaydi. Bizning materialimiz konteynerdan ancha arzon chiqadi. Bozorda materialga qaraganda. Golniy, profilga nisbatan arzon chiqadi. Umri uzoq, endi umri uzoq. Bizning materialda mana usta haqi, hamma yo'q ichida qilib beramiz. Akalarimiz katta biznesmen, akalarimiz bunga masalan ustabga, maqabga, elektrodatga, toshakka bo'lmaydi. Bizga topshiradi zdaniyani. Hamma yo'q o'zimizdan bo'ladi. Gap yo'q. Akalar, keyin yana bitta ma'lumotni aytib qo'yay. O'zbekiston bo'ylab hurmatli jigarlar 80, уже 70% odamlar mana shunaqangi temir mahsulotiga o'tib ketishdi. Kerak bo'lsa aka, yashab turgan uylarni ham mana shunaqadan qilishyapti. Uy tomlari ham shundan tushyapti. Yong'inga bezapasda bo'ladi uylar tomi bu. Mustahkamligi. Gap yo'q. Aka, zo'r bo'ladi bu. Hozir xudo xolasa kamerani ortiga o'tsam, bir ma'lumotlar berib o'tsangiz, metr kvadrat necha puldan bo'lyapti, dastavka xizmatlari qanaqa aka, xizmat ko'rsatishimiz qanaqa, shu haqida ma'lumot berib o'tasiz aka. Bo'ladi aka. Gap yo'q. Do'stlar, unda kamera ortiga o'zim o'taman hurmatli obunachilar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun bir foydali bo'lgan, manfaatli do'stlar video olib beryapmiz. Agar sizga misol uchun do'stlar mana shu xizmatlarimiz kerak bo'lmasa ham like bosib, mana shu kunlarda uyda qurilish qilayotgan yurtdoshimizga tashab qo'ying, ajomas aks sotib qolsa aka. Xudo xolasa aka. Gap yo'q. Qani, bu qayerdamiz endi biz Abduvosit aka hozir? Assalomu alaykum aka-ukalar, Alius kanali obunachilari. Yana bir bor. Hozir bu ishimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida bitkizdik. To'yxona. Ammo juda katta zdaniya ekan. Eniga 20, uzuni 35 metr. Hop, eniga 20 metr, bo'yi bo'lsa 35 metr aka. 35 metr, ha. Necha kunda bitdi Abduvosit aka mana shu bu zdaniyamiz? O 20 kunda bitkizib topshirdik. Shu holatga olib kelishdi mana. Kraskalari bilan tunikani holatga tayyor qilib berdik zdaniyani. Gap yo'q. Endi savol tug'ilyapti Abduvosit aka. Kanalda birinchi chiqishingiz aka, necha yildan beri mana shu sohadasiz aka? Bir o'zingiz haqida ham ma'lumot aytib qo'ysiz. Qayerlisiz aka? O'zimiz Andijonda Asakasidanmiz, Asaka shahardan. Biz anchadan beri shug'ullanamiz. Bu ish bilan 10 yilga yaqindan beri shug'ullanamiz. 10 yildan beri. Ustalarimiz, ish qiladigan ustalarimiz 15-20 yildan beri qiladi. Tajribali ustalar. Ana emas akalar. Xo'p, 20 kunda bitkiz deyapsiz bu yerda. 20 kunda bitkizdi shu holatga. Gap yo'q. Endi necha pullik aka buni metr kvadrati? Endi har xil deyapsiz. Endi mendayda buni puli keladigan bo'lsak, hop, masalan, zdaniyani kerak bo'lsa noldan ko'tarib beramiz o'zimiz. Stokalari bilan. Joyiga qarab puli chiqaveradi. Buni ko'rib turibsiz. Yana 20 metr uzunligini hisobiga materialimiz ko'p ishlaydi. Bu tayyor devor ustiga masalan do'konlar usti bir skat bo'ladi. Oddiy joylar bo'lsa 150 mingdan boshlanadi. Eng arzon necha puldan? 150 mingdan boshlab 250 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Gap yo'q do'stlar. 150 mingdan boshlab 250 minggacha qilinyapti. Endi uni materialni qalinligiga bog'liq, endi shunaqa qilib Abduvosit aka, materialimiz ishlanishiga bog'liq buni. Hisobga qaraganda noldan agar topshirsa, stokalari o'zimiz, sarroplari, hop, quruq yer topshiradi. Hop. Material ishlanishiga qarab qilib beramiz aka. Bu ko'rishingiz mumkin, hisobi nimaga ko'p chiqadi desak, bunaqa joy deb. Hop. Yana katta zdaniyamiz. Firmani qo'yishiga bog'liq orasini. Mana do'stlar. Hozir tepaga ham chiqib bir qator ko'rsatib beraman. Endi aka, biz 12 viloyatdan ko'rishadi. 12 viloyatga kerak bo'lsa qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonda ham ish qilyapmiz aka. Bu tomonlarda ham kelishiladi. Aloqaga chiqishadi bemalol. Qilib beramiz aka. Shu yerda qilgan ishlarimizni bir qator qo'yib yuboramiz aka videoyingizga. Gap yo'q. Yana bitta savol tug'ilyapti usta. Qarang endi. Endi bu
Akalar, o'zlaridan qolar gap yo'q, bilyapsizlar, konteyner mahsulotidan qilingan temir necha yillik hozir aka mashina qalinligi? Stenasi 2 yillik bo'ladi. 2 yillik bo'ladi. Profili 4 ga 4,5 bo'ladi. 4 ga 4,5 Korotka bo'ladi. holatda 4 ga 4,5. Bularni yig'ishi qayerda qilinadi? Ustaxonangizga yig'ib olib borib uyga borib tikkalab berasizmi? Uyga borib yig'ib keyin tikkalab berasizmi usta? Aloqaga chiqishaveradi. Agarda joyida imkoniyat bo'lsa, shu joyda, bitkazadigan joyda. Shu yerda qilamiz. Agar imkoniyat bo'lmasa, o'zimiz sexda tayyorlab olib boramiz, bitkazib. Kelishishimizga bog'liq. Kelishuvga bu yoqqa aloqaga chiqishadi, kelishamiz. Xonadondan nima kerak bizga? Yotoq joy xolosmi? Yotoq joy beradi, tok beradi, bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Oziq ovqatini qilmaydi, uzoq joyi bo'lsa. Masalan, joyiga qarab ekan. Joyiga qarab. Oziq ovqatini shu yotog'ini qilib bersa bo'ldi. Ha, do'stlar, yog'ochdan qolgan hamma narsa o'zimizdan bo'ladi. Yog'ochdan elektrotapka demaydi, toshapka demaydi. Hamma joy topshiradi. Telefon qilib aloqaga chiqib turib, joyni topshiradi, maslahatlashib o'zimiz proyektlarni beramiz. Qaysi tomoni qulay, qaysi tomon arzon chiqadi. Yana do'stlar, yog'ochdan afzalliklarini mana akam o'zi ham aytib o'tyapti. Yog'ochdan qilaman desa, ko'chaga chiq, usta qidir aka, haftalab, to'g'rimi? Shunday. Usta bilan yog'och bozorga bor. Yog'ochni narxini kelish, usta bilan olib kel, miq olib kel, samares, polon, piston. Aka, oila vaqt ketib qoladi-da. 20 kunda akalari mana shu yerda yopib, usta pusta elektrod, diod, balgarga hamma yo'q ichida bo'lyapti, usta. Shunday aka. Gap yo'q. Endi bitta sifatini ko'rsatib qo'yaman aka, men tepaga chiqib. Xo'p, akalar, aloqa chiqaverasizlar, 12 viloyatga bemalol xizmat ko'rsatib berishadi. Bu yog'i Qozog'iston, Qirg'izistonga ham xizmatimiz bor. Chiqasizmi, chiqmaysizmi? Chiqaman men. Abdulostaga? Shuni ustida yuramiz o'zi. Qani bir chiqib bitta svarkalarni, bir sifatlarni ham ko'rsatib qo'ysak, yana ham to'liq ma'lumot bo'lar edi. Mana akalar. Gap yo'q. Qani? Bitta siljiyman-da endi. Xo'p. Mana akalar, ko'raverasizlar. Mana. Ha, ko'rishingiz mumkin aka, ishlanishi, firmalarimiz shot qilingan taylari Divino bo'lib. Do'stlar, mustahkamligiga, ishlanishiga materialni. Hozir buni kraska qilib beribsizlar aka. Kraska bo'lgan holatda bo'ladi yoki kelishilgan holatda kraska qilib beramiz. Kelishamiz. Agar katta joylar bo'lsa, sizning nomingizdan chiqsa, Alius kanalidan bonusdan qilib beramiz kraskani. Kraskani olib beradi, xizmatini bonus qilib beramiz. Xizmatini bonus qilib beramiz. Yana do'stlar, endi videomiz oxirida shuni so'ramoqchi edim. Aliusdanman deganlarga qanaqa bonuslari bor demoqchi edim. Akam o'zi aytayapti do'stlar, Alius kanali obunachilariga kraskasini qilib berish o'zimizdan tekinga bonus bo'ladi. Shu kraskasini olib berasizlar ekan xolos, aka. Kraskani olib beradi. Septir berish xizmatini bonus qilib beramiz. Gap yoki garantiya beramizmi ishimizga? Ishimizga через notariusdan garantiya beramiz. Gap yo'q, xolasi qonuniy tomonlama. Qonuniy tomondan qilinadi. Necha yilga garantiyasi bor temirga? Shuncha summaga qildirgandan keyin buni hisob kitobi ham bor. Javob beriladi aka. Temirga necha yil garantiya beramiz aka? 30 yil 40 yil berilaveradi aka. 30-40 yil, umri oxirigacha ekanda. Ketadi, temirda yana bitta zo'r afzalligi bor do'stlar. Zdaniya sizga o'zi kerak emasmi, joyi kerakmi? Qarang aka, temirni buzib, boshqa ishga ham ishlasa bo'ladi, shu yog'i ham bor. Keyinchalik yana kerak bo'lmasa, tayyor buzib turib boshqa joyga borib o'rnatsa ham bo'ladi bu. Gap yo'q. Do'stlar, mana sifatlarini bitta ko'rib qo'yinglar-chi. Ana akalar. Metr kvadratlarini tepa tomondan. Mana. Kelishilgan holatda 150 ming so'mdan eng arzoni qilib beramiz. 150 mingdan boshlanib 250 ming so'mgacha qilinadi. Gap yo'q. Bu nimaga 250 ming so'm desa? Hop. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, devorni ustiga yo'nadi. Yana kattaligini hisobiga material ko'p ishladi, firmani qo'yilishi yaqin qo'yildi orasi. Kichkinaroq zdaniyalar bo'lsa, bunaqa Divino firma bo'lmaydi aka. Masalan, 5 metrli, 10 metrli joylar bo'ladi. Bularga ham tepasi bo'ladi xolos firmani. Material ishlanishi ozroq ishlaydi. Shuni hisobiga 150 mingdan chiqadi. Gap yo'q. Endi yana bitta savol bor usta, qarang. Endi buni tikkalab berdik o'zi. Tunuka qotirishga tayyorlab qo'y deyapmiz. Kelishib qolsak, tunikasini ham birga qotirib berib ketamizmi? Tunikasini ham qotirib beramiz aka. Tunikani ham qotirib beramiz. Tunikani chiroyli bir qo'ldan qilib chiqarib qotirib beramiz aka. Gap yo'q do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Ishlarimizga javob beramiz, tez mustahkam qilib beramiz aka. Gap yo'q. Uylariga borib o'lchab, hisob kitobini qilib berib chiqarib berishimiz tekinmi xudo xolasa? Tekin. Shuning uchun aloqaga chiqadi, joyini topshiradi, bitkazib beramiz. Gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqarsa xudo xolasa uylarga, mana ustakam Abdulla ustakam o'zlari uylarga borib, akalar metr kvadratlarini o'lchab, iloji boricha hisob kitobini akalar arzon qilib, chiroyli qilib berishga, sifatli ish qilib berishga hisob kitoblarni. Bu zdaniyamiz narxi 220 ming so'mga to'xtadi. 220 mingga aylandi, 220 ming. Gap yo'q. Endi shu holatga olib kelguncha. Metr kvadratigacha aytdingiz aka bu yerda. O'rtacha necha pulga bitdi mana shu joy? Davom etyapmiz aka. Mana tepadan ko'rinishlari.
Akalar hozir pastga tushib bir qator nech pulga bitganini aytib beradi usta akamiz o'zi. Bir tepadan ko'rinishlarini ko'rib qo'yasizlar. Mana. Haqiqatdan ham anchagina do'stlar katta to'yxona bu yer, Abdulloh aka. To'yxona bo'ldi bu joy. To'yxona bo'ldi bu yerimiz. Gap yo'q mana. U burchaklarni ham borib ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, do'stlar mana bu tomonlarni ham ko'rib o'tasizlar. Burchak tomonlarini, svarka qilingan joylariga ham bir qator e'tibor berib qo'yasizlar akalar mana. Sifatli qilib do'stlar, svarkalarni qilib, ustlaridan kraskalarni qilib berishgan egalariga 20 kunda mana shu zdaniyamizni topshirishibdi. Mana. Bu tomonlardan ham gap yo'q. Kerak bo'lsa uycha ham chiqarib berishar ekan. Ko'ryapsizlar-a? Dorozxonaga kirishga mana konvert qilib berdi oldin ham, kazoru. Aha. Davom etyapmiz endi usta aka. Bu joyimiz mana 35 ta 20 joy. Aha. 700 kvadratli bo'ldi. Aha. 220 so'mdanga aylandi kvadrati narxi. Hop, 154 million so'mga to'xtadi. gap yo'q. O'zimizning kanalimiz ham bor aka. Hop. Yangi ochilgan. Hop. Qilib yurgan ishlarimiz qo'yilyapti. Aha. Uni ham kanal silkasini qoldiramiz pastga. Davomida. Kommentga qo'yib qo'yaman. Kommentga To'g'rimi? qo'yamiz. Zakripitib qo'yaman. Qilgan ishinglar bor kommentimizda. Qaysi ish qilinayotganini qo'yib bo'lyapti. Gap yo'q. Qilingan ishlar. Do'stlar, mana bemalol telefon qilasizlar. Abdulloh aka nomerlarini pastga katta qilib yozib qo'yganman. Agar uyingizni, tomingizni, metr kvadratini o'zingiz bilsangiz, telefon qiling do'stlar, materialiga qarab narx-navosini bitta hisob-kitob ham qilib beradi. Temirdan qilingan ishlarimiz yana. Aha. Mini stadionlar tomini yopyapmiz. O, ana. Ishlab chiqarishlarga, Aha. zavodlarga qilib beryapmiz aka bundan. Tom, naves, Aha. fermalar bor, molxona. Gap yo'q. Demak, temirdan nimaki ish bo'lsa qilib beramiz aka, xudo xolasa. Temirdan nima ish bo'lsa qilib beramiz. Magazin Alohida do'koni chiqaveradi. qizig'i yo'q, qilib beramiz do'stlar. Unaqa joy tanlash yo'q aka, kichkina arzon va sifatli yo'q, joy tayyorlash yo'q. Aloqaga chiqsa bo'ldi aka. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beramiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sog' bo'lasizlar. Andijondan maxsus bo'ldi. Abdulboz aka sog' bo'ling akasiga. Kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Do'stlar, qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotlar berib o'tdik. Telefon raqamlar pastga yozib qo'yganman. Shaxsan Abdulboz aka o'zining nomerlari. Telefon qilasizlar. Aliyuzdaman deganlarga do'stlar bonusi bo'ldi. Eshitdinglar, mutlaqo tekinga kraskasini qilib berishadi. Xizmatini, kraskasini olib berishlar bo'ldi do'stlar. Xizmati bonusga aka. Shunday gap yo'q. Andijondan maxsus do'stlar, Shahrixonli akalar sog' bo'lasizlar. Mana xudo xolasa Shahrixonli akamizni to'yxonasini ko'rsatib o'tdik. Sog' bo'lasizlar.